Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Display Community. Demak, o'tgan darsda biz qolib ketgan edik. Oldimizda soatni chiqargan edik. Lekin uni oldiga biz ma'lumot qo'shmoqchi edik. Shu ma'lumotni qanday qilib qo'shishni bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz darsimizni boshladik. Fayzimiz bir. Demak, bugungi darsimizda asosiy mavzusi template bo'ladi. Ya'ni shablon. Shablon o'zi birorta ma'lumotlarni biz asosan Glide'da ma'lumotlarni birlashtirish uchun yoki birorta ma'lumotga yoniga yoki skobkalarda har xil turda ko'rsatish uchun biz qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shishimiz yoki bir nechta ma'lumotni birlashtirish uchun foydalanamiz. Bu funksiyani biz qo'shib olishimiz mumkin. Hozirgi holatimizda keling, mana bizda -35 soat bo'lib turibdi. Ikkita joy ochamiz, ikkita narsa ochamizda agar deymiz, birinchisi qancha muddat qoldi, masalan plyusda bo'ladigan bo'lsa, 35 soat o'zi bo'ladigan bo'lsa, 35 soat qoldi degan yozuvni yozib qo'yamiz oldiga. Agar bizda minusda bo'ladigan bo'lsa, 35 soat o'tib ketdi degan narsani chiqarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, buning uchun biz plus belgisidan foydalanib qancha muddat qoldi degan narsani yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, qancha muddat qoldi deb yozib olamizda. So'roq belgisini qo'yamiz va template dan foydalanamiz. Xo'p, template. Xo'p, template deb yozsak, mana chiqadi. Template dan yozamiz. Endi bu yerga biz har xil belgilardan foydalanamiz va shu belgilarni o'sha ma'lumotlar bilan, bizdagi ma'lumotlar bilan o'zgartirib qo'yamiz. Masalan, eng ko'p ishlatiladigan ma'lumot bu albatta x. X hisoblanadi. X deymiz. X o'rniga biz nima qo'yamiz? X ni o'zgartiramiz. Nima bilan? Muddati bilan. Qancha muddat qolgani bilan o'zgartirdik. Mana 35 soat bilan o'zgartirdik-da. Endi x ni oldiga nima yozib qo'ysak bo'ladi? Bitta bo'shliq tashlab turib, qoldi degan narsa yozib qo'ysak bo'ladi. Yoki hozirgi holatimizda qoldi. Hozirgi holatimizda o'tib ketdi bo'lish kerak edi, lekin hozircha qoldi degan nimani shablonni ko'rib chiqamiz. Bo'ldi. Qoldi degan yozib chiqdi. Endi save qilib olamiz. Va ikkinchisi bizda aytamizki, qancha muddat o'tib ketdi. Qancha muddat o'tib ketdi degan ma'lumotni beramiz va bu yerda albatta template dan foydalanamiz. Hop, template dan foydalanamiz va bu yerda ham xuddi o'sha narsa qilamiz. Hop, x tezamizda hop soat turardi, o'tib ketdi deb yozib qo'yamiz. O'tib ketdi deb yozdik-da, endi x o'rniga nima qo'yardik? Qancha muddat qolganini qo'yib qo'yamiz. Mana. Endi bizda ikkita ma'lumot bo'lib qoldi. -35 soat qoldi, -35 soat o'tib ketdi. Kelinglar, bizga if else funksiyasidan foydalanib, faqatgina bitta ma'lumotni chiqaramiz. Bu qanday bo'ladi? Agar deymiz, muddatimiz, mana qancha muddat qoldi degan qatorimiz minusga o'tgan bo'lsa, bizga qancha muddat o'tib ketdi degan ma'lumotni chiqarib berish kerak. Agar bu ma'lumotimiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, masalan 0 dan kattaroq bo'ladigan bo'lsa, bizda nima qilib berish kerak? Mana shuncha soat qoldi degan ma'lum qatorimizni chiqarib berish kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun biz plus belgisidan foydalanamiz. Plus belgisidan xo'p, muddat statusi deb yozaylik. Kelinglar. Muddat statusi deb yozamizda. Endi if else dan foydalanamiz. Xo'p, if else ga kiramizda aytamiz, agar deymiz. Agar qancha muddat qoldi degan yashigimiz equals. Mana ko'rib turganingizdek, bizda bu yerda sonlar yozilgani uchun qaranglar, is checked yoki is not checked degan narsalar chiqmayapti. Booleanga o'xshab. O'tgan darslarimizda ko'rganimizdek. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, borib ko'rishingiz mumkin. Boolean funksiyasidan ko'rsatgan edik. Endi bizda equal mana
birinchidan boshlab tushuntirib ketaman. Equals ya'ni teng bo'lsa. Nimaga teng bo'lsa? 0 ga teng bo'lsa yoki doesn't equal yoki nima degani? Teng bo'lmasa, 0 ga teng bo'lmasa yoki birorta nimaga qiymatga teng bo'lmasa. Is empty bo'sh bo'lsa, is not empty bo'sh bo'lmasa. Endi is less than ya'ni birorta qiymatdan kichkinaroq bo'lsa yoki birorta qiymatdan greater ya'ni kattaroq bo'lsa yoki is less or equal to kattaroq yoki teng bo'lsa. Is greater or equal to ya'ni birorta ma'lumotdan birorta qiymatdan kattaroq yoki teng bo'lsa degan narsalarni berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda hozir kattaroq bo'lsa, nimadan kattaroq bo'lsa? 0 dan. 0 dan kattaroq bo'ladigan bo'lsa, bizda nima bo'lishi kerak edi? Masalan, 2 0 dan kattami? Ha, demak, qoldi degan narsa chiqishi kerak. Mana bu narsamiz. Qancha muddat qoldi degan narsamiz chiqishi kerak. Agar aks holda esa nima chiqishi kerak? Qancha muddat o'tib ketdi degan narsa chiqishi kerak bo'ladi. Xo'p. Mana ko'rib turganingizdek, o'tib ketdi degan narsa chiqib turibdi. Endi kelinglar muddatini o'zgartirib ko'ramiz. Xo'p, muddatini aytaylik. 1-aprel emas, 5-aprel qilamiz. 5-aprel 12:00 da 61 soat qolibdi. 5-aprel 12:00 gacha va muddat statusida 61 soat qoldi degan narsa chiqib turibdi. Shu bizni ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy funksiyalar shulardan iborat edi. Demak, keyingi darslarimizda biz deyarli ko'p ma'lumotlarni o'sha backend qismimizga, ya'ni data qismimizga qo'shib oldik. Keyingi darslarimizda biz o'sha bu ma'lumotlarni layout, ya'ni front-end qismida qanday ko'rinishini sozlab chiqamiz.